Astarli kiyimlarni tikish ko'rinish jihatdan ancha murakkab ko'ringani bilan aslida texnikasini bilsangiz juda oson. Keling, buni men sizga isbotlab beraman. Videoda ko'rsatilganday asosiy qism astardan 3 cm uzunroq bo'ladi. Mana shunday holatda va 0,5 cmda aylantirib mana shunday tikib chiqamiz va 1 cm yetmasdan zagrebga berib olamiz. Keyingi qiladigan ishimiz esa astarni 0,5 cmda tikib chiqamiz. Mana tikib ham bo'ldim. Endi qiladigan ishimiz mana shunday holatda 1 cm qoldirib 2 cm qilib astarimizni buklab zagrebga berib olamiz. Chekkasiga qaychi tekkizib mana shunday holatda tikib olamiz. Astarli kiyimlarni mukammal ideal holatda eng oson usulda o'rganishni xohlasangiz, men sizga o'zimni astarli kiyimlar nomli onlayn kursimni taklif qilaman. Kursga ro'yxatdan o'tish uchun kommentariyada plus belgisini qoldiring va batafsil ma'lumotga ega bo'ling. Hamda astarli kiyimlarni eng oson usulda biz bilan birgalikda o'rganing. Ko'rib turganingizdek, astarli kiyimni tikish unchalik murakkab emasligini o'z videomda